Yaxshimisilar do'stlar? Bugun men sizlarga so'zlamoqchi bo'lgan darsligim g'ijak yasash usulini so'zlamoqchi. Unda bo'lsa, biz g'ijak yasashdan burun g'ijakningki umumiy shaklini bir ko'rsatib qo'yaylik. Masalan, qarasak, buningki g'ijakning asosiy gavdasi ham komandasidan tarkib topgan shundaqmi? Undan bu g'ijakningki asosiy gavdasiga qarasak, bunda bir to'psimon jism bor ekan, qo'saq qismida. Undan payda qisminingki yuzi yaproq, undan keyin tarafı menimcha bunga ko'ra boqqan yerim silindr shaklida shundaqmi? Undan miyani cho'ngaytib qarab boqaylik. Miya qarasangmi, bu quloq bekitilgan o'rin bo'lsa, kovakchisini hisob olmaganda bu bir silindr simonga tabi. Miya ham shunday raqamda. Masalan, bu naqshlarni hisob olmagan vaqtda bu bir silindr simon jismga tabi bo'ldi. Undan aslan qismi shu. Endi buningda shu qo'saq qismi bilan bu payda qismini hisob olmagan vaqtda bu o'qqa nisbatan simmetrik shakl bo'ldi. Undan bu quloqlarmi shu, quloqlarga qarasanglar bu bir o'qqa nisbatan simmetrik shakl. Undan ikkinchi qadamda biz nimani ko'rsatamiz degan vaqtda g'ijakningki cho'ng kichikligini nisbatlashtiramiz. Masalan, buningki cho'ngligini aniq o'lchimini men bilmayman. Unda biz qanday o'lchaymiz degan vaqtda shu g'ijakningki ma'lum bir qismini asosiy nuqta qilib turib nisbatni belgilaymiz. Masalan, buningki bu qo'saq qismini biz asosiy nuqta qilib turib biz buni nisbatlashtirib boqaylik. Masalan, qaranglar. Buningki asosiy qismi shu qo'saq qismi, ya'ni qo'saq qismidan 4 yerimini tizgan vaqtda shu g'ijakningki umumiy egizligi chiqadi ekan. Shunaqanda shuning o'zi g'ijakningki umumiy cho'ng kishikligi shunaqmi? Unda bo'lsa biz amaliy mashg'ulotni boshlaylik. Maya ko'zini ichib olgandan keyin biz avval nima qilamiz degan vaqtda shu g'ijakningki oldi ham yon ko'rinishningki shaklini biz avval mayaga akira olamiz. Masalan, qaranglar. Men oldin tayyorlab olgan resim botdi. Buni qarasak, buningki oldi ko'rinishningki sizilma shakli, yon ko'rinishningki. Men buni oldin sizib tayyor qilib olgan. Unda bo'lsa, men avval buningki cho'ng kishiligini ko'rib boqay. Rasmning cho'ng kishiligi 450 ta 1800 ga shunaqmi? Men buni nisbatlashtirib 45 12 qilib turib bir plane ochaman. Masalan, bir plane'ni birini qo'yib olgandan keyin buni hemen 90 gradus o'rlab masalan, bu kengligini 45, egizligini 120 yoki bo'lmasa egizligini 12, kengligini 4.5 qilsak ham bo'ldi. Nisbat bu. Unda bo'lsa, unda meniki segmentini bir qo'yaylik. Qilib bo'lgandan keyin buning biz bir material beraylik, ya'ni Lambert materialini bir beraylik. Colorga file'ning ichidan endi biz bayondan sizlar ko'rsatgan rasmni, ya'ni my computer project front endi kunim taqsidan 6 kunimkisini yoki ustidagi bu tekstur ko'rish buyruqni bosgan vaqtda bizniki bu rasm ko'rindi. Lekin hozir bu o'lchamsiz ko'ringan shundaqmi? Biz buni tizimlikdan, ya'ni UV ning ichidagi birinchisi UV editor, UV tahrirlash ko'zniki shundaqmi? Bu yerdan biz bu plane'ni layout qilib unfold. Agar unda mükemmel qilib qolsa, biz buni UV ning ichidan
planner. Yani biz yeyirsek lan buldu. Ondan bu z o'qqa tik tushdik ham o. Bo'lsa z'ni tanlab bo'lgandan keyin project qilasak bu rasm udul keldi. Ondan buningki yan ko'rinishni chiqaraylik masalan. Shunun o'zining bevosita yana birini ko'paytirib mana o'rnini men keyinga surib qo'yay. Mana 90 gradusni nol qilib o'tgandan keyin yo'q buni nima ama rotate z'ni 90 gradus qilaylik. Undan buni nol qilib buni mayonga. İki bo'lgandan keyin buningga yana bir dona Lambert colorga bayonqi rasmninki yan ko'rinishini beraylik. Endi mana bu bizningki birinchi qadamimiz. Endi biz cho'qim g'ijekninki o'rnini cho'qim to'liq yerga dastlabki holatda qo'yishimiz kerak ekan. Masalan, hozir qarasak, qiynoq bo'lgan qarshilikning o'zi 0 ning osti hisobda minus o'taveradi. Shuning uchun biz buni ustiga ko'tarib, mana taxminan bunda o'rin qo'yamiz. Mana endi keyingi qadamda nima qilamiz degan vaqtda biz rasmiy modelni yasashni boshlaylik. Unda bo'lsa bu qo'zoq qismi shunaqa biz qo'zoq qismidan boshlaylik. Qaranglar. Create shunaqa polygon. Men bu birinchisini ishlatay. Sphere shunaqa. Cho'maytirib Maş o'rinni bulduk. Ondan biz mana jismga qarab baqsaq, mana kavachning o'rni bormi edi. Ya'ni bu qanday kavach desak, masalan, mana rasmni ko'rib qo'yaylik. Qarang, mana o'xshash kavachlar bor ekan shunaqa. 1, 2, 3 ta kavach bor ekan. Keyinda yo'q ekan shunaqa. Shuning uchun men oldiga kavach ochamiz, keyinda yo'q, keyinda ochmaymiz. Çoğaytıp qarasanglar, miyadi bor ekan shunaqa. Bu yana texe miyadi bor, miyadi yo'q. Miyadi yo'q, miyadi bor ekan shunaqa. Miyadi bor, miyadi yo'q, miyadi bor, miyadi yo'q. Shunaqani birini tashlab, birini teshib bunda yasalgan shunaqa. Oldi taraf bo'lsa, ust taraf bo'lsa, hammasida bor shunaqa. Har bir bo'lakda bor. Har bir bo'lakda 3 ta teshik bor ekan shunaqa. Unda bo'lsa biz buna qilaylik. Biz avval buni joyiga eklayotgandan keyin qo'nim taqsidan 4 ni bossaq meniki segment oldi ko'rindi. Biz buningki shaklini bir xil usul mana yerimini o'chirsak bo'ladi. Yana bir xil usul bo'lsa buningki bir bo'lakini ep qolsak bo'ladi. Masalan, qanadigan vaqtda misha bilan misha. Mush bir bo'lakini ep qolsak bo'ladi. Qanday ep qolamiz degan vaqtda shiftni bosib turib, mousening o'ng knopkasini bosgan vaqtda detach component deb bir buyruq bor. Ya'ni buyruq bu modelniki shu tanlagan siziqdan boshlab modelni parchalaydigan. Bu tizimlikdan detach component. Mana miyad bor, mana detach o'xshashi. Bosgandan keyin bu modelni tanlasak yana bir shunaqa, lekin qo'yasanglar qaranglar, miya bir xil ayrimda to'yga berdi shunaqa. Hozir bu faqat combine holatda, ya'ni bu
birleşken holatda. Lekin emniyet olsa ben bunu tanlab ötkep baksam, mana kavak. Bunu biz qanday ayırayımızga vaqtda yana shiftni bestirib mouse'ni o'ng knopkasini bosgandan keyin miyada parchash buyrug'i bor. Yoki bo'lmasa tizimlikning ichida tizimlikning ichidan boshlab qo'y mana. Bosgandan keyin buni modulni parchalayapti. Shundan men mana juitay. Mush bir bo'lakini olib qoldik. Endi biz keyingi qadamda buningki eng markazini bilib olaylik. Masalan, buning markazi mana mush chiziq shunday qo'y. Mush markazidan boshlab hisoblab, buningki mobilkiga 3 dona teshik, mobilkiga 1 dona uzunchoq teshik ochamiz shunday qo'y. Bo'lsa, biz avval bu yerga yana bir segment qo'shishimiz kerak. Masalan, bir tal chiziqni tanlab olib turib, knopkasidan kontrol knopkasini bosib turib, mouse'ninki o'ng tarafini bosgan vaqtda bir qadar tizimliklar chiqadi. Buning ichidan qaranglar. Mana buyruq bersak bo'ldi. Yoki bo'lmasa shiftni bosib turib, mouse'ning o'ng knopkasini bossanglar, modulni asli oldida tutib turib, shiftni bosib turib, mouse'ning o'ng knopkasini bosgan vaqtda multicard deb bir buyruq bor. Biz mush buyruq bilan segment qo'sha olamiz. Hozir men yerda qo'yilib bo'lmaydi shunaqa. Men knopkasidan shiftni bosib olsam, bu naq markaziga chekitni qo'yib bergan shunaqa. Endi kontrolni qo'shib olsam, masalan, shift kontrol tang bosib olsam, mana shuning bilan bu qo'shildi. Endi mush chiziqning o'zini tanlab turib, mouse o'ng knopkasini bosgandan keyin edit wedge below, ya'ni bu chiziqni yeyishtirdi. Qaranglar. Siliq holatga kelib ketdi shunaqa. Endi men tush tasmachi bo'lgan o'rinni belgilashim kerak. Masalan, taxminan 3 tal chekitdan men tush hosil qilsam bo'ldi ekan. Mana markazi chiziq miya bo'lsa, robotninki, mana g'ijakninki ustingi qismi shunaqa. Bu yerdan qanot o'shikishimizga vaqtda shiftni bosib turib, mouse'ninki o'ng knopkasini bosgan vaqtda o'ng taraf. Qaranglar. Bu yerdan hozir mana to'shikninki mana chekitni biz avval plenga aylantirib olamiz shunaqa. Endi nima ish qilishimizga vaqtda qaranglar. Yana shiftni bosib turib, bayon qilib buyruq multicard. Biz bu yerga chuqur mana bo'g'imlarni qo'shishimiz kerak. Bo'lgandan keyin biz mana chiziqlarni yutib, plenni yutib, unda chekitlarni cho'ngaysa, qaranglar. Mana bu bir teshik asli bo'ldi shunaqa. Davomni qanday qilamiz degan vaqtda qaranglar. Biz shu chiziqni tanlab turib, extrude, ya'ni extrude shunaqa. Mushni basaklar. Mana teshik asli bo'ldi. Lekin biz bunda qilmaymiz, Biz birli vaqtda bunda qilsak, o'lchamsiz chiqib qoldi mana shekilli. Nima chiqadi degan vaqtda man bir tansak 3 tal to'shikninki cho'ng kichiligi o'xshamay qilishi mumkin. Biz mana umumiy shaklninki texmo mukammal bo'lishi uchun biz mana chiziqni yana bir yurish qo'yib olsak, texmo yaxshi bo'ladi. Masalan, bu birni, yana birdan
segmentlarni bir yurish ko'paytirib o'tmoqda bu. Buna bo'lgan vaqtda modelninki siliq bo'lishiga kapolat qildi. Endi biz bayam yangidan qo'ygan sızıqlarni tanlab turib, bayam o'rgangan yangi buyruq, ya'ni eshittirish buyruqni qo'yib qaranglar. Eshitdi. Undan miyalar bilan hozir chiqarim bo'lmaydi o'zini. Chunki ustun qismi bo'lsa, teri tortilgan qismi biz bu yana yutib turaylik. Aslan kısmını vücudu turaylı. Ondan bu bölekimi yeni bir tal sızıp koyaylı. Bunu mu değiştiriyor diyelim. Hem de karanlık. Bu yerda hozir mau 3 tal to'shikninki o'rni tayyor bo'ldi. Lekin menga qarasanlar, masalan, Chromecast'dan 3 ni bosgan vaqtda hozir aniq bo'lmadi, aniq ko'rolmay qoldik. Mau yumaloq shaklda kelamadi. Ikkinchidan bir qatorliq shu, ikkinchidan miyada 5 bo'lim bor. 1 2 3 4 5. Biz imkoniyatning boricha 5 bo'lim yoki 3 bo'lim asli qilib qo'ymaymiz. 4 bo'lim bo'lsa eng yaxshi, masalan, biz bunu qanday 4 bo'lib aylanadigan vaqtda shiftni bosib turib biz bayonga o'xshash davomli siziqlarni qo'shar qilib biz buniki 4 bo'lib bo'lsa kapolat qilamiz. Mavi yeniden qo'yilgan segment orqali asli bo'lgan mavi plane'ni biz yutayli. Yutib bo'lgandan keyin bu ishtal to'shikninki o'rni asli bo'ldi shunaqa. Endi biz bu yana haqiqiy yumaloq holat keltirish uchun qanday qilamiz degan vaqtda biz o'lchamlik usul qanday deganda biz bir plane mavi silindr shaklida birini qo'yaylik. Silindrni qo'yib olgandan keyin qaranglar, mana qarab boqsak bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şunama 8 qırlıq gelmem. Şunun için biz bu silindrning qırsani 20'ni biz 8 qo'ydik. 8 qilib bo'lgandan keyin buningki bir yuzini yutaylik. Keyingi qadamdan chiqamiz degan vaqtda buning markazini o'tirib to'g'rilatib, markazini to'g'rilash uchun qaranglar, Chromecast'dan D ko'nikmasini besib olgandan keyin buning markazini yutkazishga bo'ldi. D bilan V ni teng besib olgan vaqtda buning markazini shu nuqtalarga egashtirib bo'ldi. Qaranglar, o'zi mana nuqtaga keldi shunaqa. Endi biz bu segmentni ko'rinadigan turaylik. Undan buni boyam degandek V ko'nikmasini besib turib, biz buni tatbiq eklaylik. Undan kichikiltib
Müşarak ekibimiz ya. Ekip boğandan keyin endi keyingi qadamda nima qilamiz deganda biz buni yana ozroq tanishib qo'yaylik. Taxminan bir bo'lsin. Ondan maninki chekitlarni shunga agashtirib beramiz. Ya'ni knopkasidan veni bestirib, mana chekitni yetkazsak, shunga mush nuqtaga qaratib yetkazsak, buningga agishib, mana shakl shunda o'lchamli qilib keldi. Davamlı biz bunu ekleyelim. Doğrulayıp yani doğrulap bo'lgandan keyin buni o'xshash usulda doğrulap bunun üstüne Şunga ma'lumki rol qilmadi. Biz buni juvasak bo'ldi. Endi keyin qadamdan chiqilgan vaqtda miya bir teshik bor ekan, shundaqmi? Miyada shundaqmi? Biz hozir yana bir ishni qilmasak bo'lmaydi. Masalan, nima ish deganda masiqchi bo'lgan doirada 3 ta siziq bor ekan. Masiqchi bo'lgan doirada bir ta siziq bor ekan, shundaqmi? Demak, menda bir skamka. Shuning uchun biz buningga yangidan bir siziqlarni qo'shaylik. Ondan bularni siziqlaylik. Endi yilqi kengri bir tal teshikni teshib chiqaylik. Teshikning o'rni taxminan o'sha o'rinda shunaqa. Taxminan bir şeyda. Endi shiftni bosib turib, mousening o'ng knopkasini bosib turib, bevel qo'ysak, mana teshik asli bo'ldi. Mana shunday bo'ldi. Ondan menda yana o'xshash 5 bo'lon asli bo'lib qoldi. Qilishdan burun bu yerga o'xshashlar segment qo'shib olaylik. Bu segmentlarning roli intayin cho'ng, ama shaklninki siliq bo'lishiga kafolat qilib bo'ldi. Tüşk tüşlü bo'lishni. Endi bunimi biz yemishda olsak bo'ldi. Yemishda cho'ng kichkina tanishib olsaklar, bu teshikning o'rni chiqdi. Qanday qildim degan vaqtda cheklarni tanlab olgandan keyin shiftni bosib turib, mouse'ningki o'ng taraf ustiga qarasanglar, miyada chekitni siliqlashtiradigan buyruq bor. Knopkasidan J knopkasini bossanglar, bu texmo siliqlashtiradi. Ya'ni oldin qatim bergan buyruqni qaytalaydi. Endi teshik pek cho'ng bo'lib ketdi. Shuning uchun kichikroq tanishib qo'yaylik. Shuning bilan biz teshikni
mana döşükni biroq tanlab olgandan keyin knopkasidan mana knopkasidan shiftni bosib turib, mousening o'ng knopkasini bosgan vaqtda extrude degan buyruq kelib chiqadi. Buni pastga tortaylik. Shuning bilan döşük asılı bo'ldi. Endi biz qirni yumshatishimiz kerak. Böyle. Biz bunu ikkiye qilaylik. Bundan mana cho'ng kichigini muvofiq tanishib olsak bo'ldi. Endi biz buni knopkasidan 3ni bosgandan keyin to'rni yo'q deb ko'rib baqsaq, mana shunday siliqi shunday yaxshi chiqdi. Keyingi qadamda qanday qilamiz degan vaqtda biz buni knopkasidan kontrol bilan D-ni bosgan vaqtda bu ko'paydi. Ondan shiftni bosib turib cho'glatsak, biz o'lchagan o'ylagan yerga kelmadi. G knopkasini bosib olgan vaqtda bu 15 gradusdan aylanib maqdi. Lekin bizga 35 gradus 35 bo'lmaydi ki. 36 bo'lsa bo'lgan shunaqa tushdi. Yani mo'sh bo'yicha shift bilan D-ni bossanglar, shuni takrorlaydi. Shuning bilan robotning shakli chiqdi. Miyada mana nima masala degan vaqtda, mana tunji qatim yasagan shakldan keyin miyadagi masala shunaqa. Biz bularni yuvib turib bir qator chekitlarni tekshirib o'taylik. Ondan Ctrl D minus 30 şunaqa shift xato qildi 30 emasa 36 minus 36 Ctrl T minus 36 biz niyetli hazırlan bunu egizlikini tanışıp olaylik. Yani qo'lni tortib tanishib qo'ygandan keyin qaytadan ko'paytirib qo'yaylik. Ctrl D minus 36 shift. Shundan bilan bu ulandi. Endi hammasini tanlab turib knopkasidan shiftni bosib turib, mousening o'ng knopkasini bosgan vaqtda combine deb bir buyruq bor. Bu modulni birlashtirdi. Undan eng oxirsida chekitlarni tanlab turib nima chiqargan vaqtda miya yenilan bu birlashmagan holat. Qanday deganda, masalan, mana bir tal chekitni tanlab yuksanglar, uni ichib ketadi shunaqa. Shuning uchun chekitlarni tanlab turib, yoki bo'lmasa ulashgan yerga chekitlarni tanlasanglar bo'ldi. Chexo'g'alik uchun hamma tanlasak ham bo'ldi. Tanlab bo'lgandan keyin shiftni bosib turib, mousening o'ng knopkasini bosib turib, eng ustiga chiqarsanglar, miyada merge vertex deb bir buyruq bor. Merge vertex bu nima degan vaqtda chekitlarni ulash. Ammo buyruq kuchli bo'lib ketganligi uchun bizning miyadagi mana inchik yerlarimizni ulayotib qoldi. Mana biz kichiklatsak nolda 001 sağ endi ko'rib boqaylik. Mana ulanibdi. Endi nima qilamiz degan vaqtda shiftni bosib turib, mousening o'ng knopkasini bosib, o'ng taraf ostidanki tizimlikka kirsanglar, bu yerda soft edge deb bir buyruq bor. Ya'ni mana qildirni yumshatish.
Mana iliqi ulangan yer bilinmedi shunaqmi? Endi 3 ni bossanglar. Hozir mayda yana bir xil qo'pollik bor ekan. U nima degan vaqtda biz yangidan ulagan sizni qaranglar, bir xil egizsinamki, mushularni tanlab turib Şoku. Bu, bu. Şularni tanlab turib, Shift List mouse'ni o'ngini kutib bosgandan keyin mana bu yerni bayam qildik-ku. Baygandan keyin 3 kun kutib bossanglar, shunda siliq mana. Keyin biz buni 3 kun kutib bosmaymiz, bevosita smooth qilyapmiz. Smooth qilyapsanglar, mana 3 ni bosmagan vaqtda shuna chiroyli holat keldi. Bunda bo'lsa, bu so'lak tersimiz mishal oyoqlashdi. Keyingi so'lak tersida buniki mana keyingi to'shkini ham mana oldiki mana xarak o'rnatilgan qismini etishni so'zlaymiz. Bunda bo'lsa, tersimiz mishal oyoqlashdi.